Assalomu alaykum hammaga. Mana shlaka blok urish jarayonimiz. Shunday devorlarimizni qildik. Bu devorimiz 2 metr atrofida. Bunisi 2 metrdan yuqoriroq. Bunisiga ham qildik, bunisiga ham 2 metrdan yuqori bo'lganligi uchun chizib tozalab urganligimiz uchun bunga seysmopoyez quysak ajrab bo'ladigan bo'lganligi uchun seysmopoyez quymadik. Ichiga mana bunday holatda ichini o'yib olib tashladim-da. Tumbadan chiqqan ikkita armaturaga bitta armaturani bog'lab mana shunday holatda tumba bilan qo'shib qo'yib yuboryapmiz. Albatta bu devor, o'q devor bo'lganligi uchun boshqa aqalaqa burilgani yo'q. Mustahkam bo'lishi uchun shuni qildik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar.